Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, aqida fanidan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Ma'rifatulloh, Allohni tanishlik. Allohning izzati ulug'ligini chegarasi yo'q. Allohni tanishlik uchun tafakkur qilish kerak, aql yurgizish kerak. Mana bu butun borliq haqida tasavvur, yo koinot, yo galaktikalar, yoki galaktikamiz, yoki quyosh atrofidagi sayyoralar juda bir qamrab ololmaymiz bu narsani. Allohning yaratgan narsalarini tasavvur qilib bo'lmaydi, tasavvurga sig'maydi. Lekin shular haqida o'ylasak, Allohning ulug'vorligini, buyukligini sezamiz. Masalan, yer yuzini qanday bir ajoyib narsalar bor yer yuzida. Inson yashashi bo'lgan yagona ma'lum, bizga ma'lum sayyora shu. Boshqa bormi yo'qmi bilmaymiz. Bundagi oziq, havo, kislorod, suv, qulay harorat, oziq-ovqat, suv, foydali qazilmalar, yerdagi hayot muvozanati, ta'minlaydigan atmosfera, inson va shu kabi jonzotlarning yashash imkoniyatlari, yer bilan quyosh o'rtasidagi masofa agar yaqin bo'lsa yonib ketadi, uzoq bo'lsa borliq muzlab ketadi. Bunga o'xshagan mo'jizalar, kislorod miqdori atmosferadagi kam bo'lsa nafas ololmaysiz, ko'p bo'lsa o'sha soniyada yer yuzi yonib ketadi, o'zi o'q atrofida aylanadi, shundan kun tun paydo bo'ladi. Tuproqdagi imkoniyatlar, bu ma'lumotlar yer sayyorasini milliarddan bir ko'rinishi, mo'jizalar. Yer yuzidagi tog'lar, daryolar, adirlar, o'sha har bir jonzotlar, bularni o'simliklar, bularni har birida mana shunday minglab mo'jizalar borki, tafakkur qilishlikka arziydigan, tafakkur qilib Allohni topishimizga. Hadisda aytiladi, 1 soat tafakkur qilish 1 yillik ibodat bilan barobar. O'shandan afzaldir. Astag'firullah, ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydilar. Oyatni qarang. Oli Imron 191-oyat. Hamda osmonlar va yerning yaratilishi haqida tafakkur qiladilar. Qilib, Robbim bu borliqni behuda yaratmagansan deydilar. Allohu akbar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, Allohni yaratganlari haqida tafakkur qiling. Alloh taoloning o'zining zoti, o'zi haqida tafakkur qilmang. Uni o'lchashga qudratingiz yetmaydi deganlar. Shunaqa. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechasi ibodat qildilar va qarang, tahorat oldilar, keyin turib namoz o'qidilar. Shu turib namoz o'qiyaptilar, soqollari ho'l bo'ldi. Keyin sajda qildilar, sajda qilgan o'rinlari ho'l bo'ldi. Keyin yotdilar. Hazrati Bilol kelib azonda aytdi, azonda aytib bo'lib kelib, "Ya Rasululloh, yotibdilar bu kishi yig'lab. Ya Rasululloh, nega yig'laysiz? Aslida avvalgi keyingi gunohlaringiz kechirilgan-ku" desa, "Ey Bilol, menga bir oyat nozil bo'ldi kecha." Qarang oyatni. Bu kecha, xo'p, osmonlar va yerning yaratilishi hamda kecha va kunduzning almashinib turishini haqida aql egalari uchun oyat alomatlar borligi shubhasizdir. O'sha aql egalari uchun mana shu alomatlar bor. Keyin aytdilarki, shu oyatni o'qib, u haqida tafakkur qilmaganlarning holiga va Imom Mavzoiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, ya'ni ularni o'qib anglab yetmaganlarni holiga voy demoqchi Alloh taolo deb. Mavzoiy shunaqa sharhlagan. O'tgan salaflar 1 soat tafakkur qiyomul layldan afzal. Fikrlash oynaga o'xshaydi, seni yutuqlaringni, kamchiliklaringni ajratib beradi. So'zi hikmat bo'lmagan so'z lag'u. Sukutni tafakkur bo'lmagan odam adashibdi. Nazari ibrat bo'lmagan odam behuda vaqt o'tkazibdi deyishgan. Abdulloh ibn Muborak Sahl ibn Alini tafakkur qilib turganini ko'rdilar. "Ey Sahl, qayerga bording?" Qayergacha yetib bording demoqchilar. "Qayerga bording?"
sirotga dedi. Ana tafakkur. Mana bu dunyoviy bo'layotgan shuncha kashfiyotlar tafakkurni natijasi, aqlni natijasi. Va oxirat haqida tafakkur qilgan odam Allohni topadi. Tafakkursiz inson esa shunchaki umrini o'tkazib qo'yadi. Allohni tanishlik uchun aql yurgizishimiz kerak azizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.